Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet Emin. Men bugun shu Wuhan koronavirusi yoki Xitoy koronavirusi to'g'risida ba'zi savollarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Ko'pinchimizning xabari bo'lgandagidek, bu virus bilan yuqumlanguvchi 200 bugun 200 mingdan ishib, o'lib ketganlarning soni 8 mingdan oshgan. Ko'pinchimiz bu sonliq ma'lumotlarni ko'rgan vaqtimizda alayda endish qilib, vahimaga tushishimiz mumkin. Amaliyotda bu sonliq ma'lumot hech qanday qo'rqinchli emas. Chunki shu yuqumli zukam, ya'ni har yilisi shu kuz faslida paydo bo'lib, yozda oxirlashadigan yuqumli zukam sababidan butun dunyoda 3 milliondan 5 milliongacha odam ig'ir kasal bo'lib, taxminan 250 mingdan 500 minggacha odam shu yuqumli zukam bilan o'lib ketadi. Şuna bu son bilan selishtirgan vaqtida hozirgi bu Wuhan koronavirusi yoki Xitoy koronavirusi bilan yuqumlangan 200 ming son o'lib ketguchi 8 ming hech nima emas. Bu yerdagi qo'rqinchli bo'lgani bu son emas, balki ba'zi mutaxassislarningki faraz qilishcha butun dunyodagi nüfusning 70%ning yuqumlanib, ya'ni yuqumlanguvchining 5 milliardga yetib, 150 milliondan ortiq odamning o'lib ketishi. Amaliyotda bizni vahimaga solgan narsa mushu, ya'ni mushu mutaxassislarningki Dunyo sog'liqni tashkiloti olamdi yoki boshqa mushu tibbiy sohadagi cho'ng organlarninki shu kelgusi agar bu virus vaqtida kontrol qilinmasa, shu yilning oxirigacha butun dunyodagi hamma davlatga tarqab, dunyo nüfusininki 70%iga, ya'ni 5 milliard nüfusga ta'sir qilib, ularning ichida 150 milliondan ortiq odamning o'lib ketishini keltirib chiqarishi. Mushu eng qo'rqinchli, chunki bu son biz tasavvur qilgandan nayt ko'p son bo'lib, bu hozirgi 200 ming odamninki yuqumlanishi, bu 8 mingdan ortiq odamning o'lishi shu yilda tarqab turayotgan yuqumli zukamga nisbatan hech nima emas. Masala shu buningdan keyin shu taraqqiyotni qanday to'sab qilish degan masalada bo'lib, dunyodagi nurg'un o'xshamagan davlatlar o'xshamagan chora-tadbirlarni qo'llanyotdi. Biroq Italiya qatorliq bir necha davlatlarningki hozirgi ahvolni qaragan vaqtida dunyoninki qo'llangan chora-tadbirlarning unumi toza yaxshi bo'lmaydi. Amerikadami bu kasal tez tarqab hozir 50 shtatning hammasida ko'rildi. Bularning men turayotgan shaharlarda jiq odamninki yuqumlanganligi, lekin u rasmiy tekshirinib diagnoz qo'yilmaganligi uchun statistikaga kirmagan bo'lsa-mu, biroq bu amaliy yuqumlanguvchilarningki ko'p ekanligi tasavvur qilinyapti. Shunga bu virus hozir u diagnoz qo'yilib, aniq statistika qilingan sonning qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar burun atrofimizda bor degan gap bu virus. Shunga u sonliq ma'lumotlar hozir biz alayda bak kirishib vaqtidek undaq emas, lekin bu kelgusidagi shu keng tarqalishni agar biz to'sab qolamasak, haqiqatanmi biz qo'rqidek vahima paydo bo'lishi mumkin, chunki 150 million insonning o'lib ketishi degan jiq bir son. Agarda hamda bu shu virus bilan yuqumlanib o'lib ketgan, yuqumlanganlar masalan bir necha million, ulardan o'lib ketgan sonlar masalan 250 million, 250 mingdan 500 ming atrofida bo'lsa, odatdagi shu yuqumli zukamdan jiq farqlanmaydi degan gap. Chunki bu biz garchi shu har yilisi atrofimizda 3 milliondan 5 milliongacha odam yuqumli zukamga giribtor bo'lib,
250 mingdan 500 minggacha odam o'lib ketsa-mu, bizning alohida diqqatimizni qo'zg'amagan, yana medialarmi bu haqda alohida bir xabarlarni bermagan. Shu sababdanmi biz u yuqumli zukumdan alohida andish qilmagan. Lekin ma Wuhan koronavirusi kelgan vaqtida mayli dunyo səhiyyə təşkilatı bo'lsin, mayli nurg'un davlatlar bo'lsin, anandagi medialar bo'lsin, mutaxassislar bo'lsin, bu kasallikni kelgusi yomon oqibati to'g'risida alohida andishi qilganligini, anandagi nurg'un odamlarning o'lib ketishini taxmin qilganligi uchun biz shuningdan andish qilyapmiz. Lekin bu bizni andish qilgan nima? Mesele hazırki son bo'lmaslik kerak. Albatta bu son hozir ko'rayotganimizdek kuniga 10 mingdan 15 mingdan ko'payyotidi. Agar shu yilning oxirigacha biz bir unumlik vaksinaga erishamasak yoki bu virusning tarqalishini unumlik to'samasak, oxirida mutaxassislar taxmin qilgandagidek dunyo nufusining 70% yuqumlanib 150 milliondan artıq adamның ölüb ketişidək bir facia kelib çıxışı mümkün. Onu heç kim ümid qilmaydı. Lekin bu subjektiv ümid bilan bo'ladigan ish emas. Men burunqi leksiyalarimda so'zlab o'tganga o'xshash bu kasallikni kontrol qilishda ikki xil saviyada tadbir qo'llanish kerak. Birisi hokimiyat, ya'ni davlat saviyasida her xil kasalga nisbatan har xil tadbirlarni ilib berish, tadqiqotlarni ilib berish, vaksina ishlab chiqarish, davolash ishlab chiqarish, davolash da ilgirlash paydo qilish orqali bo'ldi. Ikkinchisi andan keyin ijtimoiy jamiyatning, ya'ni shaxsiy saviyasida har birimiz o'zimizning sog'lomligidan chiqish qilib shu kasallikdan qanday qo'g'dinish, yani qandaq saqlanish, andan keyin hukumat va munosabatli organlarniki chaqiriqiga ovoz qo'shishdi hamda. Ama ikki saviyadagi shu mudofaa ko'rish o'rtaq kuch chiqargan vaqtida andan keyin bu kasallikni texmi yamrab, texmi çok odamlarning o'lib ketishini saqlangan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda hozir ko'pincha mutaxassislar bu virusni kontrol qilishda shu vaksinani eng cho'ng umid deb bilyotidi. Chunki ba'zilar garchi havoning isishi orqali ergashib bu virus kontrol bo'lishi mumkin degan bo'lsa-mu, lekin Malayziya, Singapur qatorliq havo issiq davlatlarning ahvoli qarg'an vaqtida u yerda yanıla bu kasallikni tarqayotganligini ko'ryapmiz. Shunga havoning isishimi alohida bir unum beradigan usul bo'lmasligi mumkin deb andish qilayotganlar bor. Agar bularning hammasi mag'lub bo'lsa, bu kasallikni kontrol qilishdagi birdan bir umid vaksina bo'lib qoladi. Men tövəndə shu vaksina degan to'g'risida, nima degan to'g'risida azroq tushuncha berib o'tmoqchi. Vaksina degan nima degan vaqtida shu kasal paydo qiluvchi omil bilan o'xshib ketadigan, lekin badanda kasal paydo qilmay shu kasalga qarshi antibody, ya'ni immunit kuchini paydo qiladigan bakteriya yoki bo'lmasa virus yoki bo'lmasa shu kasal paydo moddaga o'xshash tahlil qilingan bir modda. Hamda bu koronavirusning vaksinasiga kelsak, bu koronavirusning vaksinasimi amaliyotda o'zgartirilgan bir virus hamda. Bu yerda hamda bu virusning bu vaksina bo'lish layoqatiga to'sh uchun ikki xil shartni hozirlashi kerak. Birincisi bu virus, yani RNA niki bir qismi aslidagi virusniki, yani koronavirusniki odamda kasal paydo qiladigan, zaxmi qiladigan alohidligini chiqarib tashlab yoki uni eng to'van darajaga tushirish. Ikkinchisi andan keyin mushu virus, yani o'zgartirilgan virus badanga ta'sir qilgandan keyin badanda ishlab chiqargan antibody aslidagi koronavirusni to'nib
shu virusning badanimizga kirib kasal paydo qilishni to'sab qilish uchun hamda mushu ikki maqsadga yetilgan vaqtida anandan keyin bu unumlik vaksina hisoblanadi. Bunda aytgan vaqtida vaksinaning o'zi bundaq degan vaqtida o'zgartirilgan virus hamda zar qismini chiqarib tashlab badanda immunit kuch paydo qiladigan qismini saqlab qoladigan bir virus hamda. Shunga hozir xabarlarda da'vat qilgandek garchi bir qism davlatlardagi bir qism tadqiqot o'rinlariniki bu vaksina ijod qilganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, lekin rasmiy insonlarda ishlatishninki 1 yil yoki 1,5 yildan keyin anandagi reallikqa aşıdığanlığını davetido. Ba'zilar bu vaksina aldıbırın işlep çıkarılgan tursa nima uchun undaq uzun vaqt ketidi deb qarashi mumkin. Hamda bu vaksina ijod bo'ldi degan gap hamda dunyodagi odamlarning hammasiningki ehtiyoji qong'ichilik tonlab ishlab chiqarildi degan gap emas. U virusga nisbatan bir kandidat shu vaksinaning ichidan unumlik deb qaragan bir yoki bir nechini tanlab insonlarda bir qism insonlarda sog'lom insonlarda sinaq qildigan gap oldi bilan. Bu sinaq odatda normalda 3 bosqichga bo'linib, birinchi bosqichida bu shu virusninki shu insonlarda qo'zg'agan reaksiyasini, ya'ni zarlik yoki bo'lmasa aks ta'sirini sinaq qildi. Endi bu yerda men dastlab deb o'tgandagidek bu vaksina deganimi o'zgartirilgan virus hamda. Buni shu rasmiy odamda urib sinaq qilmay turib, uningki bexatarligini bilgili bo'lmaydi. Albatta, hayvonlarda sinaq qilinadi, lekin hayvonlarda ba'zi bexatar deb qaralganlari odamda bexatar bo'lmasligi mumkin. Shunga oldi bilan az bir qism sog'lom odamlarni tepib bu virusni, ya'ni o'zgartirilgan virusni yasalgan bu vaksinani ularga urish orqali ularda alayda aks ta'sir qo'zg'amdi. Ya'ni koronavirus insonlarda paydo qilgandagidek kasal paydo qilamdi, qilmamdi. Uningki aks ta'sirini sinaydigan gap. Agar aks ta'siri shu vaksina paydo qilgan aks ta'siri shu davlatninki sog'lomlik o'lchimi ruxsat qilgan doiradan ishib ketmasa, ya'ni nayt to'van chekda bo'lsa, u vaqtida anandan keyin sinaq qildigan doirani biroz kengaytib, jiqroq odamlarda sinaq qiladi. U vaqtida bu odamlarda bu vaksina urilgandan keyin antibody shakllanish nisbati qanchalik, ya'ni bu mayli virus bo'lamdi, mayli vaksina bo'lamdi, o'xshamagan odamlarniki u virus yoki vaksinaga qaytirgan reaksiyasi o'xshash bo'lmaydi. Hamma odam belgilik vaqtida shuningga immunitet kuchi paydo qila olishi notayin. Shunlashqa bu vaksinani ikkinchi turkumlik sinoqda bir qism odamlarga urgandan keyin ularningki badanida qanchalik vaqtida qanchalik unumlik antibody shakllantirdi degan narsani nim qildi. Agar bu o'tgandan keyin anandan keyin 3-bosqichda shu koronavirus bilan yuqumlanish ehtimoli ko'p bo'lgan odamlarga, bir qism odamlarga urib, anandan keyin bu badanda shakllangan antibodyninki shu virusga qarshi tura oladigan ahvolini sinaydi. Bu har bir sinoq uchun bir necha oy vaqt ketadi. Chunki odamning badanida antibody shakllanish uchun bir necha hafta vaqt ketadi. Anandan keyin u antibody bu shakli o'zgartirilgan virus yoki vaksinadan paydo bo'lgan antibody bo'lganligi uchun bu aslidagi shu to'smoqchi bo'lgan, ya'ni koronavirusni to'sab qola olamdi, qololmamdi. Buni bilish uchun necha oylar vaqt ketadigan gap. Anandan keyin bu insonlar orasida farq bo'lganligi uchun yetarlik odamda sinaq qilib shu maqsadga yetmoqchi bo'lgan unumni qozonmasa, bu vaksinani rasmiy unumlik vaksina hisoblig'i bo'lmaydi. Shunga shu 3 bosqichlik sinoqdan o'tib
Muşu vaksina aslidagi yetmoqchi bo'lgan maqsadga unumlik yetdi deb qaragandan keyin anandan keyin buni ehtiyoji bor odamlarga yetarli holda yana tonlab ishlab chiqarishga boshlaydi. Bu dunyoda masalanga mushu dunyo nufusininki 50% ya 70%ga yetkidak vaksina ishlab chiqarish uchunmi zavodlar neçe ayette birer kişi işleşi gerekçe. Şuna meyli Dünya Sağlık Teşkilatı olsun, meyli Amerika'daki şu vaksini işlep çıkaran şu şirketler olsun, bu hazır sınav kılıngan vaksinalarınki resmi insanlar içinde işletilip, keng ko'lamda işletilip, insanlarınki bu kesilni to'sashga qo'llanilish uchun bir yildan bir yarim yil vaqt ketishi mumkin deb qarab o'tdi. Endi eng tez olgan vaqtidami mush yilning oxirigacha yoki kelar yilning mushu vaqtlargacha bir biz mushu vaksinaninki unumidan foydalana olishimiz mumkin. Uninggacha Muşu hazır hem de ünümlük dep qaralgan bütün çağrı tedbirlerini қолданып bu kesellikki keng dairede tarqalışını tosap qilish bizningki hazır qo'limizdan keladigan birdan bir ish. Agar biz tosap qalamazsak, anandan keyin haqiqatan biz andish qilgan shu yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. İnşallah bu xil ahvol bo'lmas. Men burunqi versiyalarımda so'zlagandagidek balkim 5-oylargacha kontrol bo'lishi mumkin. Lekin bu faqatli bir umid, arzu, reallik bilan umid, arzu har doim o'xshash kelishi notayin. Shunga hammamiz bu virusga alayda bu virusni saqlanishga alayda ahamiyat berishimiz, yani yalğız özümüzninki salomatligini qo'g'dash emas, bu virusninki keng doirada tarqalib, texmi ko'p odamning jiniga zomin bo'lish uchun o'zimizning bir kishilik hassimizni qo'shishimiz nayta mo'yum deb qarayman. Agarda bu mushu vaksina to'g'risida agar tushunmagan yerlar bo'lib qolsa, menga savol shaklida avatsanglar bo'ladi. Şuna bu vaksina demek yoki vaksina hazır ijod bo'ldi demek atislarkenze u keng ko'lamda ishlatib bizniki bu kasallikni yuqumini saqlaydi deganlik emas. Chunki buninki vaksinaninki mush 3 bosqichlik tajriba jarayonida sinoqdan o'tolmay mag'lub bo'lish ehtimoli nihoyatda yuqori. Chunki bizniki burunqi tajribalarimizni qaragan vaqtida shu AIDS kasali dunyo kelgili garchi 37-38 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hozir qadar onunğa nisbeten alayda bir ünümlük vaksini yok. Çünkü vaksina hamma viruslarga nisbeten bir ünümlük vaksina tepilişi natayin. Çünkü viruslar birisi özgürleşçilik alaylıkıga ega. Gerçi bu koronavirüsünü biraz muqim virus bek tiz özgermeydi deb qaragan bo'lsa-mu, lekin shuningga ishlab chiqargan vaksinadan hosil bo'lgan antibody agarda u aslidagi shu koronavirusiga dal mos kelib, uningki kasal tarqitish iqtidorini to'sab qolamasa, bu vaksina yana mag'lub bo'ldi deganlik bo'ladi. Şuna endi bu yerdagi nima muvaffaqiyat qozonish bilan mag'lub bo'lishninki nimasi 50%, lekin bizga nisbatan shu cho'qim bir unumlik vaksina ijod qilmay boshqa amalimiz yo'q. Shunga bu jihatda hamda vaksina ishlab chiqarayotgan yoki vaksina tadqiq qilayotgan bu dori zavodlari, tadqiqot o'rinlari yolg'iz bir yoki bir necha bo'lib qolmasdan nurg'un davlatlardagi nurg'un o'xshamagan tadqiqot o'rinlari, nurg'un dori shirkatlari bu vaksina tadqiqot to'g'risida tiz harakat qilyotdi. Amerika hukumati bu vaqtda jiq bu to'g'risida bak jiq mablag' soldiganligini da'vat etdi. Shunga
inshaalloh shu yaqin kelgusida bizda shu kasalga qarshi bir vaksinaga ega bo'lishimiz yoki bo'lmasa boshqa tadbirlarni qo'llanib bu kasallikni keng tarqalishining oldini olishimizga alloh nasib qilsin. Bugün bu vaqtda men shunchalik so'zlab turay. Minglarninki anglag'inglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishguncha minglar omon bo'linglar. Xayr xo'sh.